viloyat pedagogik mahorat markazi professor o'qituvchilar bilan hamkorlikda Olot tumanidagi eng chekka hudud Qilishyo'l mahallasidagi 11 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Bu tashrifimizdan asosiy maqsad bu chekka hudud pedagog xodimlariga metodik yordam ko'rsatish. Bu tashkilot 20-yilda 3 ta guruh bilan o'z faoliyatini boshladi. Bu yerda bizni bugun ayni vaqtdagi holati, yana o'sha ta'lim tarbiya jarayoni tahlil qilindi, o'rganildi va hozirda shu professor o'qituvchilarimiz tomonidan metodik yordam ko'rsatiladi. Bu metodik yordamimiz asosiy maqsadi ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etilishi. Ya'ni ilk qadam davlat o'quv dasturimizda ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish tamoyillari belgilab berilgan. Ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin faoliyati bilan olib borish qo'yilgan. Hozir professor o'qituvchilarimiz tomonidan keltirilgan didaktik o'yinlar hammasi bolalarni yosh individual xususiyatiga qarab o'rganildi va ularning rivojlanish sohalarini qanday qilib tahlil qilinishi pedagoglarga o'rgatildi. Bu o'rganish jarayoni to'xtab qolmaydi. Biz hozir pedagog xodimlardan ularning ehtiyojlari o'rganildi va bundan keyin onlayn tarzda ham ularda qanday qilib tarbiyachining ish hujjatlarini yuritilishi, qanday qilib o'yinlarni tashkil qilish, barcha ehtiyojlari onlayn tarzda ketma-ketlikda bu seminarlarimiz davom etadi. Bugun Olot tumanidagi 11-maktabgacha ta'lim tashkilotiga Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi mutaxassislari tashrif buyurishib, kichik va katta guruhlarda mashg'ulotlar olib borishdilar. Tarbiyachilarga innovatsion mashg'ulotlar o'tish va ish hujjatlarini yuritish yuzasidan tavsiyalar berildi. Bunday hamkorlikda olib boriladigan ishlar ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Olot tuman 11-maktabgacha ta'lim tashkilotida viloyat pedagogik mahorat markazi mutaxassislari tomonidan metodik yordam ko'rsatish uchun tashrif buyurdik. Juda ham yaxshi sharoitlar ajratilganligiga guvoh bo'ldik va tarbiyachilarga o'zimizning mashg'ulotlarni o'tish metodikamizni birgalikda o'rtoqlashdik. Bunda o'sha bolalarning faollashgani, ularning mashg'ulotlarda juda ham yaxshi ishtirok etganlari bizni quvontirdi va kelajakda bu hamkorlikni yanada davom ettirib, o'zimizning yangi innovatsion g'oyalarimizni shu maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ulashishning tarafdorimiz.